Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa biz bugun Andijon viloyati Sharifon tumanida joylashgan Xoldonbek Jo'ja mol bozoriga yetib keldik. Akalar, bu yerdan xudo xolasa sizlarga bu videolarimizga ko'chat novvoslarni, narxlarini yetkazib o'tishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha akalar, xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa bezlak bosib, o'zingizni fikringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi akalar. Xudo xolasa hafta kuniga seshanba 2025-yil 29-aprel xudo xolasa bugun sizlarga shu videolarimizni taqdim etamiz. Akalar, xudo xolasa shunaqa katta novvoslar hammani navista to'lib toshib ketadi degan umiddamiz. Xudo xolasa hammaga tilab qolamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yganlarni xonadonlarda navislari molga to'lsin, xonalari qo'yga to'lib, cho'ntaklari pulga to'lib, xudo xolasa shu chiroyli qilib hayvonlarni boqish hammaga nasib qilsin akalar. Qo'ldan kelgancha videolarimizni sifatli qilib, sizlarga manfaat tegadigan qilib yaratishga harakat qilamiz akalar. Juda ko'p novvoslarimiz bor, ko'chat novvoslar. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz akalar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz akalar. Hormang aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka, nechta berdi sizdan? Akalarimizda 20 bosh novvos bor ekan bu yerda. Har xil shved berda semental yo'q ekan, o'zimizni shved buqalarimiz. Aka, Qirg'izistonmi, O'zbekistonmi? O'zbekiston shved buqalari. Ma'lumotlarni chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Aka, bular qo'yoq suyuqmi yo qanday aytiladi narxlar aka? 16 milliondan 20 milliongacha narxi. 16 milliondan olsa, motamon ekan 16 million. 16 milliondan 20 millionga davr narxlar bor ekan akalar. Ko'chat novvoslarimiz bo'ylarini o'lchab beramiz. Bo'ylari eng kichigi mashiga. Akalar, bo'ylarini o'lchab beramiz. Bo'ylari 1.10 dan bu yog'i 1.15 ga davr olsa chiqadigan novvoslarimiz. Xo'p, aka qayerdan keldingiz? Andijon shahri Soydan kelganlarimiz bo'lsa. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi aka? Yeb ishlar yaxshi, xudo xolasa bular. Xo'p, nomerlarni aytasizmi aka? 94 kodi bilan 030 0025 nomerlarga akalarimiz optimcha akalarimiz xudo xolasa aka dastavkalar bo'lib qoladi, xudo xolasa. Ko'proq so'raganlarga aka. Dastavkalari, yeb ichishlariga qancha garantiyasi bor aka? Bir haftaga davr. Xo'p, akalar, el qatori bir hafta garantiyasi bor. Ko'chat novvoslarimiz 16 milliondan 20 millionga davr olsanglar bo'laveradigan. Bo'ylarini 1.10 dan 1.15 ga davr chiqib qoladigan ko'chat novvoslarimiz. Sementallar ham bormi sizda? Yo'q, ular boshqami? Chekadagilar boshqa. Sizdan emas. Bu akamizdan hozir hammasi O'zbekiston shved buqalari ekan akalar. Qirg'iziston emas, o'zimizning shved buqalari. Xo'p, biz davom etamiz. Shu sementallardan ham bo'lsa narxlarni yetkazib berishga harakat qilamiz akalar. Qo'ldan kelgancha. Hormang hojaga charchamayapsizmi? Semental Greenport qanaqa bu? Semental. Xo'p. Shu ikkovsizdanmi yo nargilar hammi? Ikkalasi. Akalar, semental qiziqqan akalarimiz xudo xolasa. Akalar o'rni chiqib deyapti. Nima deyapti? Bo'ylarini 1.15 ga olaveradigan. Shunday oldiga o'tadi. Oldi tomonlar akalar. 1.20 ga olib chiqadigan semental. Aka, yoshlari qanaqa buni? 25 ham chiqadi. 1.20 o'lchab beraymi? Keling. O'lchab. Necha yosh aka bular? Necha oylik? Yoshiga to'lmagan akalar, yoshiga to'lmaganidan. Toshni ekan, 1.25 ekan aka. 1.25 ga olaveradigan buqalarimiz. Ha, toshni aytib qo'yasiz. O'lcham shakliga aka. O'lchamdagani. Aka, pullari qanaqa buni? 65 million kami bor. Ikkovini. Ikkalasini, hurmatli obunachilar, 65 million kami bor ekan, xudo xolasa.
Bo'ylarini o'lchadik. 1.25. Yeb ichishlar yaxshi aka, behijolat. Qayerdan keldingiz aka? Andijon shahridan kelibdi akalarimiz. Xo'p. Kimdan aka? Qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi? 91 kodi bilan 475 78 15 nomerlarga akalar. Simentalga qiziqqan akalarimiz bemalol mana orqa tomon korobkalarni olsa, ko'rsatib o'tishga harakat qilyapmiz. Jonivor o'ta zo'r baqilgan ekan. Aka, olaringiz puli qanchadan sizdanmi? 1 million. Donasiga. Xo'p. Hurmatli obunachilar, o'zimizning shved buqalarimiz 40 milliondan kami bor ekan. Bo'ylarini 1.35 ga olasizlar. 40 ga yetib bormaydi. 1.30 dan 1.35 ga doğru olasizlar. Narxlarni aytdik. O'zimizning shved. Bu aka to'qolov, bu o'zimiznikimi yo boshqa yerdan kelganmi toshni? Germanskiy variantiga. Yo'q, to'qol. Germanskiy variant. Akalarlar. Bo'lsa, orqa tomonlari, korobkalari ham. Xo'p. Qaysi? Ikkovi sodasi bo'lganmidi? 64 millionga ikkalasi sotilmoqda akalar. Shun bilan nariga chekadayinsi o'tgan hafta ham chiqqan ekan 60 Dilmuratuz 64 millionga savdosi bo'lgan ekan. Hurmatli obunachilar, sotilmagan ekan. Qaranglar, Germanskiy variant shmet buqalarimiz. Xo'p, biz davom etamiz. Ormay aka, charchamayapsizmi? Sizdanmi nechta? 8 ta. Oldi tomonga o'ta. 8 dona. Hurmatli obunachilar, Simentali bir ponni. Greenford. Greenford. Hurmatli obunachilar, shaqi bordan, shaqi yo'g'idan Greenford buqalarimiz. Greenfordga qiziqadigan akalarimiz. Shaqi ham nozik, nimaligi yumshoq. Unisi shaqi borgan, aralash ekanda bu yerda. Shaqi bor, shaqi yo'g'idan ekan. To'g'risi mana. Bo'ylarini 1.20 ga. Yumshoq bo'ladi. Ha, bu yumshoq ekan shaqi. Sinib qolganga o'xshaydi ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bo'ylarini 1.20 ga olasizlar, o'lchab beramiz. Masalan, jim turganda bo'ylarini o'lchab beramiz. Qiziqqanlarga, hurmatli obunachilar. Jim tur jonivor. Ha, bu yerda sig'dirishmayapti. Xo'p, bunisini olamiz. Xo'p, 1.20 ga olasizlar ekan, hurmatli obunachilar. Bunisi sap balandroq. Qolganlarini 1.15 dan nechta dedingiz? 6 sam 8 ta. Akamizdan 8 bosh bor ekan. Qayerdan keldingiz aka? Paxtabod tumanidan kelibdi akalar. Andijon viloyati Paxtabod tumanidan akalarimiz mana Greenfordlarda olib kelibdi. Xo'p, aka, narxlari qanaqa buni? Kattalar 23. Nechta? Ikkitasimi hozir? Yo, 3tasi katta ekana. 23 million 500 dan, ha? 23 million 500 dan dollarsa 3tasi. Qolganlarchi? 22,5 milliondan, hurmatli obunachilar. Orqa tomondan ko'rsatamiz, xudo olasa. O'tib olaylik. Shu orqa korobkalarni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Mana bular 3tasi kattaroq, 1.20 hozir. 1.25 chiqdimi? 1.20 ga, hurmatli obunachilar. Shu 3tasi 1.20 chiqdi, xudo olasa. Bo'ylarini o'lchadik, qolganlari 1.15 ga qadoradigan buqalarimiz. Orqa tomonlardan korobkalarni ko'rsatyapmiz. Greenfordga qiziqqan akalarimizga nomerlarni olib beramiz. Xudo olasa, chiroyli qilib xarid qilsanglar, savdolashsanglar biz xursand bo'lamiz. Aka, telefon nomerlarini qo'yib berasiz? Ayting. 93lik 93 kodi bilan 090 090 35 03 yana bor firma. 3503, ha? Xudo olasa akalarimizni dastavkalar bo'lib qolam, ko'p olaman deganlarga. Xo'p, hurmatli obunachilar, bitta olinsa ham dastavkalarni qilib berishadi ekan. Xo'p, orqa tomonda mana korobkalarni ko'rsatyapmiz. Yaxshi yemlangan buqalarimiz, xudo olasa. Hurmatli obunachilar, xudo olasa mana navbatdagi buqalarimiz. Aka, nomi qanaqa buni? Simental. Nechta bu yerda aka? 5 ta Greenford. Ha, bu Greenford, bular simental. Mana bittasi qo'shilgan ekan, buni bu yog'i. Hurmatli obunachilar, simental, qolgani Greenford. Nima? Simental, Greenford, bular simental, ha? Bunisi Greenford. Xo'p, hurmatli obunachilar. Tomondan olamiz akalar, korobkalari xudo olasa mana yaxshi yemlangan buqalarimiz. Yoshlari qanaqa aka buni?
Kurayga bor bo'lsa kerak, bitta Kurak chiqqan. Shulara 1.25 boylar 1.25 ga olasizlar, bunisini 1.20 ga. Mo'lar ham shunaqa 1.25, 20 ga tortadigan buqalarimiz olsa. Kurashchi bittasi shunaqa mashinasi chiqqan shekilli chamamda. Yosh kattaga o'xshayapti. Yeb ishlari yaxshimi aka? Qayerdan keldingiz aka? Oltinko'ldan akalarimiz. Orqa tomonda to'g'risi oldiga o'tib ko'rsatib o'tamiz. Hammasini boshlarini semental Greenfordga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, nomerlarni olib beramiz akalarimiz. Nima? Pullari qanaqadan? Qo'yasiga aytasizmi? Mana uchalasini, Olib ketmaydi. uchala kattani Uchalasi 26 milliondan beraman. 26 milliondan, hurmatli obunachilar, 3 tasi. 23,5 milliondan beraman. 23,5 dan, ular 26,5. Voh, chiqamiz, o'tib ketyapsan. Xo'p, hurmatli obunachilar, narxlarni eshitdinglar. Boylar 1.25, 1.20, 1.20 ga, eng pasti 1.20 ga olsa mana akalar. Qo'ldan kelgancha oldi tomoniga o'tadigan bo'lsak, bu yerdan sig'maymiz ekan, xudo olsa, nari tomondan o'tib, oldilarini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Nomerlarni aytasizmi aka? 99 kodi bilan. 790 7688 nomerlarga akalar qiziqqanlar telefon qilamiz, xudo olsa dastavkalar bo'lib qoladi aka. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, mayli aka, rahmat. Fermada bor akalarimizni ko'p ekan, xudo olsa savdolashib ola olasizlar akalar. Mayli aka. Xo'p akalar, biz davom etamiz, xudo olsa. Aka, qaysi biri sizdan? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mana xo'p, qo'ysak bo'laverami ruxsatda aka? Xo'p, akalar. O'zimiz shved buqalardanmi yo'q Qirg'izistonmi aka? Qirg'izistoniga hurmatli obunachilar, bo'yinlarini ko'ringlar. Uloqlari kesilgan. Xo'p, akalar. Pechatlar urilgan. Qirg'iziston shved buqalari. Xo'p, orqa tomonlari. Aka, pullari qanaqa chiqadi buni? 2 yoshli buqamiz chamamda, yoshlari 2 yosh. 26 million dollasi kami bor. Xo'p, yoshlari qanaqa? 2 yoshlar bor-a? Ha, yoshini bilmaysiz. Xo'p, akalar, bo'ylarini o'lchab beramiz. 1.25 ga qadaydigan buqamiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, 1.25. 1.25 ga olaverasizlar. Narxlarni eshitdinglar, o'g'lisi mana akalar. Qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazib o'tishga harakat qilyapmiz. Sizdanmi aka bular? Yo'q, no'g'lam. Xo'p, akalar. Buqalarimiz o'ta ko'p bu yerda soni. Akalar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bu tomonga o'tamiz. Greenfordlar bor ekan, xudo olsa. Bormi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nechta aka sizdan? 6 ta. Qayerdan boshlaydi? Qoradan boshlab bu yog'i 6 ta. Semental, Greenford hammasidanmi yo sementalmi bu? Greenford Aralasha. Hurmatli obunachilar, o'zimiz shved buqalar, Qirg'izistondan ham tushgan buqalarimiz bor ekan. Hurmatli obunachilar, Greenford, Qirg'izistondan hammasi bular qoralar, xudo olsa Qirg'izistondan. Bo'ylarini 1.30-35 ga olaverasizlar, xudo olsa. Yoshlari qanaqa bu? Hammasi bo'zak. 7 ta dedingiz? 6 ta. Hurmatli obunachilar, bu yerda 3 ta qora, bu yog'i 3 ta Greenford. Xo'p, pullari qanaqa? Mana shu qoralarda ayting aka. 27,5 million. Hurmatli obunachilar, orqa tomonini ko'rsatib qo'yaydi mana shuni. Xo'p, korobkalarni ko'ryapsizlar, xudo olsa. Yoshlari hali yoshiga to'lmagan. Xo'p, o'sha oz-moz ishlov berilsa, hurmatli obunachilar, anchagina to'p ketadigan buqalarimiz bor. Bular narxi qanaqa aka? Bular qanchadan aka? Bularni uchog'ini biroz 23 dan deyapmiz. Uchalasini bir joyga olaman degan akalarimizga xudo olsa 23 milliondan, shunaqa 23 milliondan hurmatli obunachilar. Greenfordga qiziqqan akalarimiz xudo olsa telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin bo'ladi akalar. Qayerdan keldingiz aka? Andijon shahridan. Telefon nomerlar qo'yib berasizmi aka? Ayting. 99 kodi bilan 666 57 nomerlarga akalarimiz Andijon shahridan kelibdi. Xudo olsa dastavkalar bo'lib qoladi aka. Bitta yo ikkita olganga ham qilib beraverasizlar. Akalar mana bo'ylarini 1.30 ga olaverasizlar. Bular 1.25 chiqadi. To'shni hozir oldiga o'tolmayman, o'lchab bergani. Sizdan baland oladi.
Molara ölçü vereyim aka. Yaqinlashtirmayapti. Katta buqalarda bular. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'lchab chiroyli qilib beramiz. Bekitib qo'ydi. Mana o'sha bo'zdan bo'laveradi. Balandda. Bir xil ekan. Hurmatli obunachilar, bo'ylarini o'lchab berishga harakat qilamiz. Novvosimizni 1.32 ekan. 1.30 ga olaverasiz ekan. 1.30 ga olaveradigan buqalarimiz akalar. Qirg'iziston shved buqalari. Ularni eshitdinglar, o'zingizga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib berishga harakat qildi. Akalarimiz Andijon shahridan kelibdi. Bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Aka, mayli savdoingiz bo'lsin. Xo'p, hormang aka, charchamayapsizmi? Nechta aka sizdan bu yerda? Qaysi biri? Ikkovimi? O'zbekiston, Qirg'iziston? O'zbekiston shved buqalari, hurmatli obunachilar. Orqa tomonda dorisi oldiga o'tib, bir qator ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz aka. Xo'p, yoshlari qanaqa buni? Videoga gapirib oling. Yoshlari qanaqa aka buni? 1 yoshga ham to'lmagan. Kurak buzmagan buqalarimiz. Bo'ylari bu ham 1.30 tepasi. 1.35 ga da olaveradigan buqalarimiz akalar. Orqa korobkalarni ko'ryapsizlar. Yosh to'lmaganidan. Pullari qanaqa aka buni? 23 milliondan olsa kam bo'ladi. Xo'p, bozor savdo qildimi aka? Yo, hali savdo bo'lmadimi? Qanchadan berishdi eng baland? Ikkoviga 1 milliondan olsa mana akalar savdosi bo'pti. Qayerdan keldingiz aka? Asaka shahridan kelibdi akalarimiz mana. Ularimiz orqa tomondan o'tyapmiz. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi aka? Shartmasa? Xo'p, mayli aka, savdoingiz bersin. Xo'p, biz davom etamiz. Hurmatli obunachilar, mana ko'chat buqalarimiz. Kimdan ekan bular? Bu soldat formadagimi yo'q? Xo'p, hurmatli obunachilar, sal yoshroq tomonga o'tdik. Ko'chat novvoslarimiz bo'lsa mana. Yosh to'lmagandan bularni ham bo'ylarini o'lchab beramiz, xudo olsa. Orqa tomondan olamiz. Mashina sal tekizroq ekan, xudo olsa. 1.20 ga olaverasizlar, xudo olsa. Yosh to'lmagan aka bularni. Yosh to'lmagan bo'zaklari O'zbekiston, Qirg'izistonda mana akalar shved buqalari, xudo olsa. Orqa tomon korobkalari. Xo'p, holatlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Pullari qanaqadan aka bu? Ular 21 so'mdan kami bor. 21 milliondan olsa akalar kami bo'ladi. Xo'p, bir joyga olganga qanchadan qilib berasiz aka? Shu beramiz aka. Shu ba yo'lida qilib, xudo olsa. Qayerdan keldingiz? Baliqchidan. Baliqchidan keldi akalarimiz. Qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi aka? 88lik. 88 kodi bilan. 999 999 30 130 31. 30 31. Xudo olsa akalar. Nomerlar ko'p qo'ydik. Qiziqqanlar mana telefon qilib savdolashsanglar, biz xursand bo'lamiz. Korobkalar mana orqa tomonlari qo'ldan kelgancha akalar. Xo'p. Bularchi Greenfordlar kimdan? Sizdanmi? Xo'p, akalar. Greenfordda bular yo Simenta? Greenford. Buni o'zimiznikidanmi? Shved, O'zbekiston yo Qirg'iziston? O'zbekiston. 23 million. Shu O'zbekiston buqasi? Xo'p, akalar, 23 million o'zimizda shved buqamiz. Holatlarni ko'ryapsiz. Bo'yini 1.25 ga olaverasizlar. Bularchaga qanchadan bular? Ha, buni sizdanmi nimalar? Greenfordda bular? Xo'p. Akalar, uchalasi bitta odamdan ekan mana. Holatini ko'ringlar. Zarardan ololmayapmiz. Orqamizda ham buqalar bor akalar. Aytib bermaysizlar. Qanchadan dedingiz? 26 million dollar akalar. 26 milliondan kelishtirib chiroyli qilib berishadi akalarimiz. Telefon nomerlarini olib beramiz orqa tomondan. Shunday orqasiga o'tadi. Orqa korobkalar. Dilmuratov. Orqa tomondan akalar shu uchalasiga 26 milliondan kami bor ekan. Dilmuratov dedi. Ha. Aka, qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi? 91 kodi bilan 125 3505 nomerlarga akalar mana qiziqqan akalarimiz telefon qilamiz, xudo olsa. Xo'p, dastavkalar bu Zarada o'nganlarga ham bo'ladi. Chiroyli qilib kelishilgan holatda akalar telefon qilib savdolashsanglar, xudo olsa biz xursand bo'lamiz.
Hamma navislarda shunaqa Greenford sementallarga to'lishini tilab qolamiz akalar. Xo'p, mayli aka, rahmat. Akajon, nechta sizdan? Sementalga chiqasanmi? Bu yog'i. Chiqasanmi? She'rdan boshlab. Xo'p. Qirg'iziston shvedlari. Xo'p, hammasi O'zbekistonniki aralashmagan. Hurmatli obunachilar, mana Qirg'iziston shved buqalari bo'lsa. Zamayga sotib turavering. 11 ta ekan akalarimizda, mana bir qator ko'rsatib o'tamiz. 11 dona mana to'qolga davr dedi. Mana sherga davrga hurmatli obunachilar. To'qolga davr 11 ta Qirg'iziston shved buqalari akalar, korobkalarni orqa tomondan ko'rsatamiz endi. Xo'p, sizlarga xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilyapmiz akalar. Aka, bular qanaqa qo'yiq suyuqga aytilyapmi yo qanday? Katta kichik qanchadan? 22 million so'm. Qo'yiq suyug'iga hurmatli obunachilar 22 million so'mdan kami bo'ladi aka, xudo xolasa. Yoshlari qanaqa buni? Bola kattaroq o'xshayapti. Yurgani yo'q ichida. Ha, yurgani yo'q. Hali bo'zay ekan hurmatli obunachilar. Oldi tomondan ko'rsatib. Shunday olaydi akalarimiz. 11 dona akalarimiz hali yosh ekan, kurak buzmagan buqalarimiz. Bo'ylarini o'lchab beraymi mana shuni. Bo'ylari 1.20 dan 1.35 ga davr olarasizlar xudo xolasa. Akalar. Ey, na brod. 1.25 ga hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.25 dan 1.20 ga da olaradigan buqalarimiz narxlarini eshitdinglar. Shu to'qolga davr ekan. Aka, qayerdan keldingiz? Qayerdan keldingiz? Quvadan keldi akalarimiz. Xudo xolasa aka, nomerlar qiziqqanlarga qo'yib berasizmi aka? 91 kodi bilan 118 28 88 nomerlarga akalar qiziqqanlar xudo xolasa. Dastavkalar bo'lib qoladi aka. Xudo xolasa mana akalar kelishilgan holatda dastavkalarni akalarimiz qilib berishadi. Kimga qiziq bo'lsa mana orqalari. Xo'p, kilolari shu 400 kiloga bormasa kerak. 400 kiloga yetmaydi aka, bular yo'q. 400 kiloga borib bormaydi. Mana mashinasi sal kattaroq ekan hurmatli obunachilar. Qolganlari sal kichikroq ekan. 400 ga davr yetmaydigan 350 atrofida chiqadigan buqalarimiz xudo xolasa akalar. Qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazib o'tishga harakat qilyapmiz. Shu qilayotgan ishlarimizga akalar bittadan lahti bosib qo'yinglar. Xo'p, hammani navislarda shunaqa O'zbekiston, Qirg'iziston shvedlari, Greenford, semental hammasidan to'lib toshib ketishini tilab qolamiz akalar. Xo'p, hurmatli obunachilar, akalarimizdan 5 bosh bor ekan shu qoradan, shu oqqa davr. Mo'riz qanaqa sort aka bu? Abrikor, hurmatli obunachilar. Qolganlari o'zimizning shvedlari. Qaysinisi? Ha, Qirg'izistondan tushgan shved buqalarimiz, hurmatli obunachilar. Mo'riz egani, mashinasi 2 mashindan boshlab bu yog'i oqqa davr, hurmatli obunachilar. Bo'ylarini 1.20 dan 1.30 ga davr oladigan buqalar. Korobkalarni ham ko'rsatib o'tamiz orqa tomondan. Xo'p, aka, narxlari qanaqadan chiqadi bular? Hech bu 25 dan deyapsiz aka. Ikkalasini 25 million. Xo'p. Bunisi 20 million ozgina kami bor aka. Buniki 22 million. Xo'p, hurmatli obunachilar, 20 million, 22 million shu ikkalasi. Bularda 23 million deysiz. 23 milliondan bo'lsa, kami xayri bo'ladi xudo xolasa. Aka, qayerdan keldingiz? Asakadan keldi akalarimiz xudo xolasa. Ko'pa bunaqani tagi mo'la, yeb ishlar yaxshi xudo xolasa. Yoshlari hali to'lmaganidan bular. Yo, to'lgani ham bor. Hali bo'zak hurmatli obunachilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yib berasizmi aka? 93 kodi bilan 788 96 60 nomerlarga akalar xudo xolasa telefon qilib savdolashishingiz mumkin bo'ladi.